Diqqat qiling, dam olish kunlari O'zbekiston hududlarida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar tezda videoni ko'rib xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun videoni oxirigacha ko'ring va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! O'zgidromet 1-2 avgust kunlari O'zbekiston bo'ylab kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. 1-2 avgust kunlari issiq ob-havo respublika hududining katta qismida saqlanib turadi. Faqat shimoliy g'arbiy hududlarda issiq pasayishni boshlaydi. Ushbu kunlarda asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning ayrim joylarida shamolning tezligi sekundiga 13-18 metr sekundgacha, ba'zi joylarda esa chang to'zonlar bilan kuzatilishi ma'lum qilindi. Keyingi haftadan boshlab harorat pastlashni boshlaydi. O'zbekistonning barcha hududlarida bu seziladi. Dam olish kunlari poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati asosan 31-iyul 2-avgust kunlarida 37-40 darajagacha issiq bo'ladi. Kechalari esa 23-26 daraja bo'ladi. Shamol sharqdan sekundiga 3-8 metr sekund tezlikda esadi, deyilgan O'zgidrometning xabarida. Fuqarolar tezda ushbu